Assalamu alaykum muhtaram do'stlar. Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining Açıl programmasiga xush keldinglar. Bugungi 17-son programmamizni o'zingizlarga sunish oldi turibdimiz. Men program riyosatchisi Gulchehra. Dunyoning har qaysi joylarida muhojirat yashayotgan Uyg'urlar sonining tez suratda o'sishiga ergishib, chet ellardagi Uyg'ur farzandlarining ona til va milliy kimlik tushunchisida bir qator ijtimoiy masalalarning o'tirg'i chiqayotganligi ma'lum. Bu ahvollardan yolg'iz ota-onalar emas, butkul Uyg'ur muhojir to'pliqlarining andishiga tushayotganligi bu masalalarni ma'lum darajada hal qilishning usuli yoki choralarini tepishning taxirsizligini ko'rsatmoqda. Mush sababdan muhojiratdagi bir qism ota-onalar hamda ma'rifchilar bu haqda fikr qilib, oila ma'rifi orqali ona til o'rgatish usulini sinab ko'rishni tavsiya qildi. Qani, undaqda diqqatinglar bu haqdagi muhokimalarda bo'lsin. Ona til bilgen kişinin izzetin kılgım kilor. Ona til bilgen kişinin izzetin kılgım kilor. Ona tilni ağzedin altın berip algım kilor. Ana tilni ağzedin altın berip algım kilor. Türlü uçur mənbələri Uyğurlar diyarındakı siyasi, iqtisadi, mədəniyyət sahalarında yolğa qoyulayotgan türlük belgiləmələrinin Uyğurlarni qanunluq yoki qanunsuz şəkillərdə chet elga köçüb ketishga məcbur qilayotganligini barğansıra kuchli ishorat qilmoqda. Bunun bilan o'tgan 10 necha yil jarayonida chet ellarga ko'chib chiqqan Uyg'urlarning soni tezdan oshib, hozirgi kunda mayli Yevropa, mayli Shimoliy Amerika yoki Avstraliya qatorliq joylarning hammasida belgilik sondagi Uyg'ur mahallалары barpo bo'lishga boshladi. Uyg'urlardek ijtimoiy to'pliq muhitiga odatlangan bir qavm uchun bu xildagi Uyg'urlar to'plashib makonlashgan davlatlar barg'ansiri Uyg'urlarning chet elga ko'chman bo'lib chiqishidagi oldingi tanlash nuqtalarining biri bo'lib kelyapti. Halbuki shuning bilan birga muhojiratdagi Uyg'ur jamoatini barg'ansiri cho'nqur andishiga giriftor qilayotgan yana bir ijtimoiy masala kichigidilla ota-onalarga ergishib chet elga chiqqan yoki yot ellarda tug'ilib o'sgan Uyg'ur farzandlarining barg'ansiri ona til va Uyg'ur milliy kimligidan yiroqlab ketish hodisasidir. Uyg'urlardan eng dastlab bo'lib chet elga o'qishga chiqqan ziyolilardan doktor Erkin Sidiq fizik kasbi, elektr injenerligida zo'r utuqlarni qo'lga keltirish bilan birga Uyg'ur ziyolilarining tarixdan buyangi ko'p tillik bo'lishdak an'anasini yaxshi joriy qildirib kelayotgan ulgularning biri. O o'zining o'xshash bo'lmagan bilim yurtlarida o'xshash bo'lmagan xizmatlarni atqarish yo'lida ona til ma'rifida o'qiganligidek davr orqa ko'rinishining hech qachon o'zining tadqiqoti va xizmat ishlariga to'salg'i bo'lib boqmaganligi haqida ko'p qitimlab to'xtalgan. O o'zining shaxsiy kechirmishlari va boshqa vatandoshlarining ahvoliga birlashtirib, muhojiratdagi Uyg'urlarda nima uchun ona til tarbiyasining muhim salmoqni egallashi lozimligi haqida to'xtaldi. Men uchun ona tilimiz bundaq 3 jihatdan intayin muhim. Birinchidan men bir Uyg'ur tilini so'zlaydigan millatning bir a'zosi. Men millatimni suyman. Shuningdek ona tilimizni suyman. Nurg'un Uyg'ur vatandoshlar uchun bu bir o'rtaq ahvol. Ikkinchidan Uyg'urlar hozirgacha insoniyatning biologiyalik rangdorligi, ya'ni har xil til, har xil chiroy va har xil rangdagi insonlarning tang mavjud bo'lib turishi hamda insonlarning madaniyat jihatdagi rangdorligiga zo'r darajada to'p qo'shib kelgan. Bu jihatlarda bundan keyinmi to'p qo'shib mang'alaydi. Uyg'urlarning dunyodagi bir qiymati ana shuningda. Uyg'ur degan bir millatning mavjudligini va uning insoniyatning biologiyalik jihatdagi rangdorligi bilan madaniyat jihatdagi rangdorligiga qo'shgan va bundan keyin qo'shiladigan to'hfalarini tushuntirish kerak. Uchinchidan, Uyg'ur tili ilg'or til. Uyg'ur madaniyati ilg'or va nihoyatda qimmatli madaniyat. Hamda Uyg'ur örf-odatimi nihoyatda ilg'or va jalb qilarli urf-odat. Shuningdek, Uyg'urlar tarixda
Tarım vadisida yaşagan boshqa ko'plagan millatlarni assimilyatsiya qilib, ularni o'ziga a'zo qilib qo'shib olgan. Bu jihatda bizningki ijtimoiy fan sohasidagi ziyolarimiz texmi ko'p so'zlab bersa bo'ladi. Bundaq til, bundaq madaniyat va bundaq urf-odat mangu yo'qolmasligi kerak. Mangu mavjud bo'lib turishi kerak. Men shaxsan shunday qarayman. Agar biz chet elda tug'ilgan yangi avlodlarga ona tili orqali ona vatan tushunchasi va ona vatan hissiyotini yetildirmoqchi bo'lsak, uning ozroq unumi bo'ladi. Lekin uning o'zila kifoya qilmaydi. Bu jihatda qilmish bo'lmaydigan boshqa ishlarmi bor. Uning biri chet elda Uyg'ur jamoati barpo qilib, bolalarni ko'plagan Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur urf-odati va Uyg'ur ona tili faoliyatlariga qatnashtirish kerak. Darvaqa bu jihatda Uyg'ur farzandlarining ota-onalari tirishchanlik ko'rsatsa, oila asos qilingan oila ma'rif orqali bu xildagi ona til bo'kronining oldini olg'ili bo'ladiganligi hozir borgancha ro'shan faktlarning biriga aylanib kelayotganligi ma'lum. Hozir Turkiyada yashayotgan Uyg'ur qizi Sumayya ana shu xildagi ulgularning biri. Mening ismim Sumayya, familiyam Ömer. Men 9 yoshga kirdim. Sharqiy Turkistondan Istanbulga kelib, Mishada 3-sinfda o'qiyapman. Muhaciratga Uyg'ur farzandlarining dastlabki qadamda o'z ona tilidan yiroqlashishi, ularning o'zlari turishli mamlakatlardagi maktablarga berishidan boshlanadiganligi ko'p qism ota-onalar uchun sir emas. Ammo buninglik bilan bu maktablarni ayblashning hech qanday o'rni yo'q. Albatta, Sumayya o'qiyotgan maktab Turkiyadagi doimlik boshlang'ich maktablarining biri bo'lib, maktabdagi narsalar butunlay turkcha o'tiladi. Uyg'ur tili bilan til jihatdagi farqi ancha cho'ng bo'lmagan turk tili muhitida o'qiyotgan Sumayyaning turk tilini Uyg'urcha bilan aralashtirib o'tmay ilib borganligi bu xil oila ma'rifi sinoqlarining boshqa davlatlardami butunlay mumkin bo'lganligidan bishorat bermoqda. Endi o'zimning yozgan bir turkcha she'r bor, uni Uyg'urchaga tarjima qildim, ham turkchasini ham Uyg'urchasini sizlarga yodlab beraman. Vataningni qo'g'da, vataningni qo'g'da ey millat, vatansizlik yetimlikdir. Vataningni qo'g'da ey millat, vatansizlik og'riqdir. Vataningni qo'g'da ey millat, vatansizlik nomusdir. Vataningni qo'g'da ey millat, vatansizlik ochliqdir. Ana til krizisi va milliy kimlik tashvishi vajisidan yana bir qism ota-onalar bo'libmi har xil sabablar tufaylidan Sumayyaning oilasiga o'xshash oila ma'rif shaklida farzandlarga ona til tarbiyasi muhiti yaratib beramagan bir qism Uyg'ur oilalari farzandlarini o'zi turishlik joylardagi masjidlarda yoki boshqa faoliyat markazlarida ta'sis qilingan yakshanbalik maktablarga opirish orqali bu jihatdagi kamtiklikni to'ldirishni tanlaganligi ma'lum. Amaliyotda bo'lsa, buningmi o'ziga tushliq unum qozonish usullarining biri ekanligini ko'rsatmoqda. Oy. Jasur. Azmira. Azmira ini apa pakai? Miniki tu apa? Mina nak apa? Yalnız a, ahır a, ulanma a. Baş a, yalnız a, ahır a, ulanma a. Şunun bilan birga yana bir qism oilalardagi Uyg'ur farzandlarining ona til o'rganishida Uyg'urcha kitob, jurnallarni o'qitish va Uyg'urcha mashq asarlarini ishlash bilan birga vatandagi urug' tuqqanlari bilan bevosita Uyg'urcha so'zlashishning unumli bir usul ekanligi borgan sari kishilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Amerikadagi Uyg'ur qizi Zilolaning amaliyotimi buni yana bir qatim isbotlaydi. Assalamu alaykum. Men Zilala Anvar. Men Dalg'in maktab. O'tir maktabniki 7-sinfda o'qiyman. Men 12 yoshga kirdim. Maktabimda nurg'un do'stlarim bor. Ular amerikalik. Menlarcha Uyg'ur do'stlarimni sizlarga tanishtirib qo'yay. Mening kichik vaqtimdagi bildigan do'stim Kavsar, mendan 2 yosh kichik. Biz pek yaxshi etimiz. Bizning yonimizdagi shtat Virginiyada yashaydi. Mening bir do'stim Dilnaz, biz Marylandda yana yashaydi. Siz bilan o'xshash. Men bilan 1 yosh cho'ng, va biz ikkimiz yaxshi etimiz. 2 yil burun biz tanishib qolgan bir faoliyatda.
Ben aslan resimli kitaplarını okuyalayım, diğer romanını okuyamayım. Ben Nesreddin Efendim ve Uyghur şiir tepişmek kitaplarını okuyalayım. Ben sizlerge bir Uygurca tepişmek okuyalayım. Aş içmeydi müşküm, su içmeydi müşküm. Tavar, dördün üstüde yorgulaydı müşküm. Çoban çoğudanlar her şeyi kaptırdı, pat kaptırdı. Biz buldu, biz yazda, biz vatan bir geldik. Ben Uygurca sözlep unuttuklarım bilen. Ben hoş buldum Uygurca bildiğimde. Ben Çin Timur Batır diyen hikayeni okuyan. O hikayenin içinde Çin Timur Batır bilen sınırlısı Mehdim Sıla akılını işitip Cadiyerini yığılıp aldı. Ben onun qoncaqısını görgəndiki, mən çöçüge qaraganda, hikayesi qaraganda bek yaxşılmaptı ekan. Doktor Erkin Sıdıqның qarışıcha, har qaysi oilalarda ota-onalarning tunji ustozlik rolini joriy qildirishida ko'p xil usullar va choralar mavjud ekan. Mushu choralar hamda aloqador metodlarni o'zaro birlashtirish orqali muhojiratdagi Uyg'urlarning oila muhiti doirasida farzandlariga ona til tarbiyasini berish ham milliy kimlik tushunchisini singdirish tamoman mumkin. U bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi. Bu bir yangilik. Men uni anglab intayin xush bo'ldim. Hamda bu usul intayin muhim usul bo'lib, uning har bir oilada qanchalik yo'lga qo'yilishi va qanchalik saviyagacha davomlashtirilishi oldi bilan shu oilalarning millatga bo'lgan muhabbati bilan munosabatlik. Undan qolsa, oila darsining to'g'ri usulini topolgan, topolmaganligi bilan munosabatlik. Usul bek muhim. Odatda nurg'un narsalar uni ma'ni qismidaq bo'ldi deb demak oson, lekin uni qilishniki rasmiy bir to'g'ri usulini tepish uncha oson ish emas. Buni ko'p sinov qilish orqali yaxshi to'g'ri usulga erishgili bo'ladi. Hozirgacha Amerika, Avstraliya, Kanada, Yaponiya va Yevropa elleridagi bir qism vatandoshlar farzandlari uchun ona til sinfi qurib elib berib baktı. Ularning ba'zilari bolalar maktabga kirguncha nihoyatda yaxshi unum berib, bolalari maktab o'qishni boshlagandan keyin ancha yaxshi unum bermadi. Uning sababi maktab kirgandan keyin bolaning ko'pincha vaqti maktabda boshqa millat bolalari bilan o'zi yashayotgan davlatning tilida so'zlashishlar o'tadi. Ota-onalar bilan birga turib, ona tilini ishlatadigan vaqt intayin qisqa bo'ladi. Shunlashqa bolalar maktab yoshiga kirgandan keyin bu bir to'sqinlikni yengish ancha oson emas. Bundan sababdan Uyg'ur tili sinfini to'xtatib qo'yish ahvollari ko'rildi. Hozir shunday maktablardan yana qanchasi mavjud, uni to'liq bilmayman. Yuqoridagi ichki usuldan boshqa chet eldagi bolalarga ona tilini o'rgatishning eng unumli yana bir usuli bor. U bo'lsa-mu, bolalarni har 1-2 yilda vatanga mo'ndirib, yozgi ta'tilni vatandagi tuqqanlar bilan birga o'tkazib kelish. Men unda qilolmaydigan Uyg'urlarning xil ko'p borligini bilaman. Ammo imkoniyati bor vatandoshlar bu usulga sal qaramaslik kerak. Men ayni vaqtda o'z bolalarimga mushusini qo'llangan. O'zim pul to'lab o'qiyotgan bo'lsam-mu, iqtisodiyoti shunday qiyinchiligim bo'lsa-mu, bolalarni har 2 yilda bir qatim vatanga mo'ndirib turgan. Uningki unumi nihoyatda zo'r bo'ldi. Bu darsxonada o'rgatkili bo'ladigan masalalar bor. Yetkili bo'lmaydigan narsalarmi bor. Bolalarda Uyg'urlik hissiyotini yetildirish, Uyg'ur tiliga va Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan qiziqish va muhabbatni yetildirishda bolalarni vatanga mo'ndirib turish hammadan yaxshi unum beradi. Mening bolalarim shu ayni vaqtda vatanga ko'p borgan bo'lg'achqa, hozirmi yurtga borsa, shu yezdagi shunday namrat dehqonlarning uyida quna oladi. Aşağıdaki obrunisi kirəlaydı. Uyg'urlardagi ahko'ngillik, rahimdillik bir xil til bilan emas, faqatla aralashib turib bayqalgan narsalarni bular shada bayqab, shada o'rganib keldi. Xuddi qadimqilar aytgandek yo'l mangan siri ichiladi. Shuningdek qadam izi birovning manganligini ko'rsatadi. Yo'l ichilgan ekan, u davomli qaldi kengaygusi.
Uyg'ur farzandlarining ona tili va milliy kimligini saqlab qolish, ham uni mukammallik manziliga yetkazish yo'lidagi tirishchanliklarning uzilib qolmaydiganligiga ishonamiz. Shuning bilan birga bu yo'lda un-tinsiz ajr qilayotganlarga utuq tilaymiz. Muhtaram do'stlar, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Ma'rif va Fan madaniyat boshqarmasi har yili 21 fevralning Dunyo ona til kuni bo'lganligini belgilab bo'lgan. Dunyoning har qaysi joylarida bu xotir kun o'xshashmagan shakllarda tabriklandi. Shu jumladan muajiratdagi Uyg'ur tashkilotlari va jamoatimi bu kunni xotirladi. Endi bu vaqtdagi bir qism faoliyatlar haqida qisqacha ma'lumotlarni huzuringizga sunamiz. Dunyodagi yo'qolishga yuz tutgan yoki xatar ostida turayotgan tillar masalasi har qachon dunyo jamoatchiligining diqqatida bo'lib kelmoqda. Ana shu tillarning biri dal Uyg'ur tilidir. Uyg'ur tili duch kelayotgan turli xaraslar Uyg'ur tilining mavjudligi uchun og'ir tahdidlarni paydo qilayotgan bir paytda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar xalqaro ona til kunini o'xshamagan shakllarda xotirladi. Dünya Uyghur Qurultayı bu münasebet bilan ciddi murojaatnoma e'lon qilib, BDT Fan va madaniyat boshqarmasining 21 fevral kunini xalqaro ona til kuni qilib belgilaganligini qizg'in qo'llaydiganligini, shuningdek bu kunning Uyg'ur millatining milliy mavjudligi uchun zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Dünya Uyghur Qurultayining bayonotida Uyg'ur tilining maktablardagi o'qitish tili bo'lishidan majburiy yo'sinda qoldirilayotganligi, til saviyasidagi farqni yagona bahona qilgan holda Uyg'ur yoshlarining xizmat fursatlaridan mahrum qoldirilayotganligi, Xitoy qonunlaridagi aloqador belgilamalari bo'yicha Uyg'urlarning o'z ona tilini qo'llanish huquqi borligi haqida fikr qilgan Uyg'ur ziyolilarining qo'lga ilinayotganligi alohida ta'kidlandi. İjtimoiy aloqa to'g'ri umumlashayotgan bugungi kunda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur to'pliqlarimi o'zlari uchun zo'r ahamiyatga ega bo'lgan bu kunni xotirlashni unutmadi. Bir qism Uyg'ur to'pliqlari xalqaro ona til kuni munosabati bilan o'zlarining xos batlarida va to'r-turalarida o'zlarining arzu-armonlarini ifodalasa, yana ba'zilar har xil ijodiyatlarini bu xotira kun munosabati bilan ko'pchilikka sunishni unutmadi. Darvaqa bu hal muajiratdagi Uyg'ur to'pliqida Uyg'ur tili hamda uning kelgusiga bo'lgan muhabbat, mas'uliyat hamda xizmat omillarining har qachon mujassam bo'layotganligini ishora qildi albatta. Shu qatorda bu yilgi ona til kuniga bag'ishlangan bir qadar ahamiyatli faoliyatlarning biri Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazildi. 19 fevral kuni Uyg'ur akademiyasining uyushtirishi bilan Topkapidagi Fatih Sultan Mehmet universitetida Uyg'ur ona tili bo'yicha ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Yig'inga Istanbulda o'qiyotgan bir qism Uyg'ur o'quvchilar hamda shu atrofda o'ltirishliq Uyg'ur jamoati ishtirok qildi. İstiqlal marshi bilan boshlangan mazkur yig'inda oldi bilan Uyg'ur akademiyasining raisi Abdulhamid Qaraxon ichilish nutqi so'zlab, yig'in ahlining ona tili bayramini qutladi hamda muhojiratdagi Uyg'ur ona tilining ahamiyati haqida to'xtaldi. Maqsadimiz nima deganda, Uyg'ur ziyolilarining uyushishi va o'zaro hamkorlikni amalga oshirish turtki bo'lib, Uyg'ur fan ma'rifining taraqqiyoti uchun xizmat qilamiz. Ikkinchisi, ilm-fan orqali Uyg'ur milliy ruhini uyg'otib, Uyg'ur milliy kimligini qo'llash uchun xizmat qilamiz. Üçüncüsü, Uyg'urlar ehtiyojli bo'lgan muhim sohalarda ixtisosli qadam yetishtirish uchun sanalamiz. Bu qatimliq yig'inga taklif bilan qatnashgan Uyg'ur ona til ma'rifchisi Abduvali Ayub ona til o'rganish va o'rgatish sohasi bo'yicha nutq so'zildi. U Uyg'ur oila ma'rifida ona tilining roli, sarlaviylik nutqida din o'rgatish bilan ona til o'rgatishning ziddiyatlik emasligini, hozirgi Uyg'ur oilalarida farzandlariga Uyg'ur tilini o'rgatishning muhim ahamiyati borligini alohida ta'kidladi. Shuning bilan birga u bu jihatdagi aloqador masalalar haqida to'xtalib, bir qism kishilarning ona til o'rgatish usullarida saqlanayotgan ideologiyalik nuqsonlar haqida ba'zi misollarni keltirdi. Demak, bizning bu dinni qabul qilgandan keyin, muborak dinimizni qabul qilgandan keyin hech qachon biz o'zimizning millatimizni unutib qolgan emas. Xalqimizga o'z ona tilida xitob qilish unutib qolgan emas. Shu Qur'onni Uyg'urcha tarjima qilgan, majlis barpo qilib, ona tilimizda dars o'tgan. Bu narsa ayni vaqtda hech qachon murassab qilgan masala bo'lgan emas. Hech murassabsiz millat va din masalasida hech bunday bir-birini tetkabirlik bo'lgan emas. Ya'ni bu ikkisiniki bir boshidagi qonunda ekanligini hech qachon unutib qolgan emas. Bu gaplarni o'rgatmasak, mening tashabbusim shu. Kofirlarni yo'qitma degan gapni bo'lib degizmaydi deb chiqarsa, bu banchiq. Alloh yo'qotmagan. Ya'ni şu an bu işlersini biraz oylasak, biz mağarip bilen şoğulunatımız, mağarip bilen şoğulunatan kişi mundaq bir gepni, vallahi digizip, senige çıksak, ben kabul kılmayım bunu şahsen.
Birisi, biz hemen var, ki boğalıqı üçünden kabul kılmayman. Çünkü dünyanın tartıştırırsak, dünya 5 çok. Bizden tartıştırdığımız konkret olsa, kalbimiz konkret olur. Bütün dünya tartıştırsak biz, bunun kaysını kabul kılamayız. Şu ballarına mağarıp boğalıqımız için mandat bir nersini tügüzmesek, sındırmasak, anam yaxşı, dadam yaxşı, vatan yaxşı, millet yaxşı, dinim güzel, peygamberim güzel. Tügüdü. Hem de bundaki hayatımız teşkilat güzellik işi de olsun, bizim teşkilatımız okuşta, kesipte, hünerde olsun, a nersini çoğun oğanda 18'deki üstad olsun. Bu qitimqi yig'inga ishtirok qilganlar orasida yana Uyg'ur o'smirlarim bor bo'lib, ular bu qitimqi faoliyat uchun tayyorlab kelgan bir qism nomerlar tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishdi. O'smirlar o'qigan she'rlar va deklamatsiyalar shu maydondagi Uyg'ur tomoshabinlarini hayajonga cho'mdirish bilan birga yosh bo'g'inlarning kelgusiga bo'lgan umidini oshirdi. Dilim cansız o'xshaydi dinim, shunga yo'qmi ancha o'limdan g'imim, chaqirsam qimirlamay yatsan, uyg'onmay o'lmoqchimisan shu bitim. Bir kun keladi pushaymon qilsan, taktiga gapni shu chaqda yetsan, hatta sen shu chaqda ulgurmay qolur, shunda Uyg'ur so'ziga tan bersan. Talay qamus bitilgan sanda, talay naqish chekilgan sanda, saqlagan beklarni badanda, tarix bizga qilgan baxshanda. Uyg'urim yashasin, ana tilim yashasin. Faoliyatning oxirida yig'in tashkillovchilar bir qism o'smirlarga o'zlarining xotira buyumlarini taqdim qildi. Muhtaram tomoshabin do'stlar, ko'rurmanlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mushad oxirlashdi. Kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Kimchiga mamduh besachi, yarey yar buldum yo'lni bilan achi, yarey yar buldum yo'lni bilan achi. Oynasam tüzük oyna, çir ya.